Do'stlar, uchastkamizni darvozaxonasini pastdan ko'rinishi, kozoroklari, teshik joylarga led qo'yiladi. Do'stlar, xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Dastavka hamma narsasi ichida bo'ladi. Tunikani rasxodiga hisoblaganda 1 kvadrat metrini 145 ming so'mdan qilib beryapmiz do'stlar. Pastdagi kozoroklarimiz do'stlar, mabodo boshqa yurtda musofirdagi do'stlar uchun Telegram orqali bizga bog'lansanglar bo'ladi. Bemalol lokatsiya orqali topib borib, uylarni chiroyli qilib hisob kitobini chiqarib berib, tunikabon xizmatlarini ham bitirib beramiz do'stlar. Borib o'lchab, bizga yaqinroq joyda bo'ladigan bo'lsa, hisoblab berishlarimiz mutlaqo bepul bo'ladi do'stlar. Ko'cha taraflarini ko'rsatib o'taman. Elektrik akalarimiz ledlarni ustamoqlarni qilishyapti. Ko'cha kozoroklarimiz burchaklariga bitta baho berib qo'yasizlar. Mana shunaqa joylarga lesa qilish ozgina muammo bo'ladi. Ustakalar bilan qalban birgamiz. Burchaklarimiz do'stlar, qaytarib o'taman. Bu uchastkamiz Samarqand Modritda joylashgan. Uchastkamizga maloshniga shokolad rangini aralashtirib bitirib berdik do'stlar. Uchastkamizni orqa tarafi do'stlar, sizlarga ham shunaqangi chiroyli tunikabon xizmatlari kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa bundan ham chiroyli dizayndagi tunikabon ishlarni shu YouTube kanalimizga joylab boramiz do'stlar. Ustalarning mehnatiga ham bitta like bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.